Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Ushbu videoni chiqarishdan maqsad o'zboshimchalik yoki shaxsiy fikrim emas. Birlashgan Millatlar Tashkilotini, Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotini, umumjahon davlatlarini va O'zbekiston Respublikasi davlatini qonuniy manfaatlarini, yuridik fanlarini, konstitutsiya inson huquq va erkinliklarini kafolatlovchi hujjatlarini, manfaatlarini, yaratgan egam buyruqlarini, hukmlarini, qasamyodlarini, talabini, asosini rasmiy bajarish uchun diniy manfaatlarini, huquq va erkinliklarini, insoniyatni qonuniy manfaatlarini, xavfsizligini, sog'lik salomatliklarini saqlash, himoya qilish uchun, xizmat qilish uchun, huquqiy savodxonlikni amalga oshirish uchun o'zboshimcha jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlar, aqlli mavjudotlar, da'vogar, javobgar, o'qituvchi, parapsixologlar, ikki ruhiyatshunoslar, folbinlar, qonunshunos, huquqshunos guvohlar bilan birgalikda chiqaryapmiz. Shu hamma asosli, isbotli, tasdiqlanuvchi buyruqlar, hukmlar, rasmiy qonun hujjatlar talabiga javob beradigan da'vogarlik, javobgarlik, huquqiy rasmiy axborotlar, ilmiy ma'lumotlar, o'quv qo'llanma darsliklar uchun javobgarlikni o'zboshimcha jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlar, aqlli mavjudotlar, da'vogar, javobgar, o'qituvchi, tarixchilar, himoyachi, qonunshunos, huquqshunos, parapsixologlar, ikki ruhiyatshunoslar, psixiatrlar, nevrologlar, tashxischilar, hakerlar, seksopatologlar, oftalmologlar, maslahatchilar, folbinlar, anonim yolg'onchi guvohlar, firibgarlar, yolg'onchi axborotchilar, uyushgan jinoiy guruhlar, o'g'rilar, tuhmatchilar, qasamxo'rlar va boshqa har xillar xizmatchilar o'zlarini bo'ynilariga, zimmalariga olganlar. O'zboshimcha folbinlar va jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlar, aqlli mavjudotlar, vijdonsiz, yolg'onchi, anonim guvohlar, zararkunandalar, o'g'rilar, jinoyatchilar, insonlar, fuqarolar, jismoniy shaxslar, erkak va ayol guvohlarni shaxsiy hisoblariga, kodlariga, shifrlariga, bank ishlariga, kartalariga aralashadilar. O'ta maxfiy boshqaradilar. Umumjahon davlatlarini va O'zbekiston Respublikasi davlatini, mudofaa vazirliklarini, adliya vazirliklarini, ichki ishlar vazirliklarini, sog'liqni saqlash vazirliklarini va boshqa vazirliklarini, sud, prokuratura, tergov organlari, xavfsizlik xizmatlarini, o'ta maxfiy davlat va xizmat sirlaridan, razvedka, josuslik ma'lumotlaridan axborotlar olish qobiliyatlariga, xususiyatlariga, imkoniyatiga egalar. O'zboshimcha o'g'ri, moddiy va ma'naviy zararkunandalar, folbinlar va jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlar, aqlli mavjudotlar, vijdonsiz, yolg'onchi guvohlar, jinoyatchilar, jinoiy javobgarlar, umumjahon davlatlarini va O'zbekiston Respublikasida davlatida nazoratga, ro'yxatga olinmasa, rasmiylashtirilmasa, hujjatlashtirilmasa, o'ta maxfiy davlat va xizmat sirlari uchun, razvedka axborot ma'lumotlari uchun, xoinlik, josuslik ishlari uchun, bank ishlari, kartalari, kodlari, shifrlari, parollari uchun himoya tizimi yo'q hisoblanadi. O'zboshimcha jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlar va folbinlar umumjahon davlatlarida va O'zbekiston Respublikasi davlatida
Qur'on, Injil, Bibliya, Tavrat va boshqa muqaddas kitoblarga asoslanib, bo'ysunib tirikchilik qilmaydilar, umr o'tkazmaydilar, xizmat qilmaydilar. Xudosiz, dinsizlar, xudojo'ylik dinlarni niqob qilib olishgan. O'zboshimchalik bilan hech nimaga asoslanmasdan, bo'ysunmasdan o'ta maxfiy, sirli, yashirin tirikchilik qilishadi, umr o'tkazishadi. O'zboshimcha folbinlar va jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlar, aqlli mavjudotlar, guvohlar, parapsixologiya, ikki ruhiyatshunoslik faniga mansublar. Ularni bo'ynida, zimmalarida umumjahon davlatlarini va O'zbekiston Respublikasini yuridik fanlariga, konstitutsiya, inson huquq va erkinliklarini kafolatlovchi hujjatlariga, qonunlariga asoslanib, bo'ysunib, o'ta maxfiy, yashirin holatlardan chiqishib, oshkora, xuddi insonlardek rasmiylashtirishib, hujjatlashtirishib, qonuniylashtirishib, huquq va erkinliklarini himoya qilishib, zimmalaridagi xizmatlarini majburiy ta'limot talablarini amalga oshirishib, umr o'tkazishga, tirikchilik qilishga, jon saqlashga, himoyalanishga shartli va majburiyatli umumjahon davlatlarini va O'zbekiston Respublikasini a'zolari hisoblanishadi. Chunki bunga asos insonlar aqlli guvohlarni taqdiri azali bilan, jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlarni, aqlli mavjudotlarni, yolg'onchi axborotchi guvohlarni, jinoyatchilarni taqdiri azallari, tarixlari, xarakteristikalari, tasniflari bir-biriga zanjirdek ajralmas bog'liq. Lekin o'zboshimcha folbinlar va jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlar, aqlli mavjudotlar, zararkunandalar, anonim vijdonsiz yolg'onchi guvohlar o'zboshimchalik bilan umr o'tkazishib, tirikchilik qilishib, jon saqlashib, himoyalanishib yurishibdi. Xuddi insonlardek, guvohlardek o'zlari to'g'risida rasmiylashtirilmasdan, hujjatlashtirilmasdan, qonuniylashtirilmasdan, Gippokrat va harbiy qasamyodlarni qabul qilishmasdan, nazoratlarga turishmasdan, ommaviy axborot vositalari, televideniyaga, radiolarga, gazetalarga chiqishmasdan, huquq va erkinliklarni himoya qilishmasdan, amalga oshirishmasdan, o'ta maxfiy, yashirin, sirli holatda qochib yurishibdi. Bunday rasmiylashtirishmasdan, hujjatlashtirilmasdan, qonuniylashtirilmasdan, asoslanmasdan umr o'tkazishlariga, tirikchilik qilishlariga, himoyalanishlariga, jon saqlashlariga, amaliyotlar, guvohliklarni amalga oshirishga, huquq va erkinliklari, manfaatlari umuman yo'q bu dunyoda. Bunga sabab jinlar, aniqrog'i to'g'risi ikkinchi ruhiyatlar, da'vogar, javobgar aqlli mavjudotlar, yolg'onchi axborotchi guvohlarni doimiy umr o'tkazish, himoyalanish, jon saqlash, tirikchilik o'tkazish manzillari insonlar, aqlli guvohlar, fuqarolar, erkak va ayol, da'vogar, javobgar jismoniy shaxslarni burunlari orqali miyalariga kirib turib, miyalarida bo'lganliklari, foydalanganliklari uchun insonlar, aqlli guvohlarni, fuqarolarni, erkak va ayol jismoniy shaxslarni miyasidan boshqa joyda, ichlarida yoki yerda, tabiatda mustaqil umr o'tkaza olmaganliklari, tirikchilik yashay olmaganliklari, himoyalana olmaganliklari uchun tarixlariga, ruhiy sog'liqlariga, holatiga, xarakteristikalariga, taqdirlariga,
hal qilishlariga, insonlar guvohlarni o'zlari mustaqil, ya'ni yakka tartibda boshqarishlariga, miyalarini ishini hammasiga, qobiliyatlariga, xususiyatlariga majburlab, roziliklarisiz, ruxsatnomasiz aralashganliklari, chalkashtirganliklari uchun jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlar parvarishga, qarovga, himoyaga, hamma ta'minotga muhtoj bo'lganliklari uchun shaxsiy hisoblariga, yuridik kuchga ega hujjatlarga, guvohliklarga, amaliyotlarga aralashuvchi shizofreniya, skleroz, nerv va psixik kasalliklar tashxisini qo'ydirgizuvchilar, uyushtirgizuvchilar, hal qiluvchilar bo'lganliklari uchun tasdiqlovchi muhr, pechatlarga, shtamplarga, shaxsiy imzolarga ham aralashuvchi, hal qiluvchi bo'lganliklari uchun umumjahon davlatlarini va O'zbekiston Respublikasi davlatini buyruqlariga, hukmlariga, qonunlariga, hayotiga, taqdiriga, adliya vazirliklarini, ichki ishlar vazirliklarini, mudofaa vazirliklarini, sog'liqni saqlash vazirliklarini, sud, prokuratura, tergov organlarini ishlariga, boshqa hamma vazirliklarini, hamma ishlariga o'ta maxfiy, yashirin, sirli aralashuvchi, boshqaruvchi, hal qiluvchi, adashtiruvchi, chalkashtiruvchi bo'lganliklari uchun bu ilmiy asoslangan ma'lumotlar, o'quv qo'llanma darsliklar qayta tekshirilgan, sinovdan o'tkazilgan. O'zboshimcha folbinlar va jinlar, aniqrog'i to'g'risi ikkinchi ruhiyatlar, aqlli mavjudotlar, yolg'onchi axborotchi guvohlar, hakerlar, zararkunandalar, tuhmatchilar, o'g'rilar va boshqa har xil jinoyatchilar, uyushgan jinoiy guruhlar, jinoiy javobgarlar hisoblanishadi. Umumjahon davlatlarida va O'zbekiston Respublikasi davlatida o'zboshimcha folbinlar va jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlar, aqlli mavjudotlar, yolg'onchi anonim vijdonsiz guvohlarda hech qanday asos va qonuniy huquq va erkinliklar yo'q. Himoyalangan jinlar, aniqrog'i ikkinchi ruhiyatlar deyilganda video zapis qo'yamiz. Nomer 09. Jinlar deyilganda dunyodagi hamma jonli, o'lmas, abadiy yashovchi jinlarni har birini og'irligi 10 gram atrofida. Tarkibi rangsiz nurdan, ruhiyatdan iborat. Uzunliklari 15 santimetrcha. 20 gram og'irlikni ko'tara olmovchilar. Chertsang uchib ketadigan kuchsizlar. Uchib harakatlanuvchilar. Ko'ruvchi, eshituvchi, tilsiz so'zlovchi, guvohlik qiluvchi organlari bor. Xotiralari, eslash qobiliyatlari bor. Jinlarga xos ruhiyat, aql, xarakter, sifat va boshqa qobiliyatlar, xususiyatlar jinlarga xos psixologiya egalari hisoblanadi. Jinlar o'zlari qo'rqoqlar. İnsanlar miyasidan tashqariga chiqib, insonlar bilan yuzma-yuz gaplasha olmaydi, ko'rina olmaydi. Amaliyotlar, guvohliklar qila olmaydi, qo'rqadi. İnsanlar, jismoniy shaxslar, guvohlar miyasida turib yashaydi. Har xil erkak va ayol ovozida, qiyofasida, ko'rinishida amaliyotlar, guvohliklar qiladi. Ovozi past bo'lganligi sababli miyasida turgan insondan boshqa hech kim eshitmaydi, ko'rmaydi. İnsonlarga qulog'idan tashqarida turib guvohliklar qilmaydi.
insonlar o'zlari miyasida yashab turgan jin vijdonsiz anonim yolg'onchi guvohni ko'rmaydi, sezmaydi. Sababi rangsiz nurdan iborat va yengil bo'lganligi uchun. Jinlarning o'zi insonlarda, jismoniy shaxslarda, guvohlarda uyg'oqlikdagi tushlar ko'rsatib, hosil qilib, tasavvurlar qildirib, har qanday erkak va ayol qiyofasi ko'rinishida, har xil o'lchamlarda ko'rinishlar, guvohliklar orqali o'zini miyada joylashib turib yashayotganligini tezda va ko'p yillar o'tgandan keyin bildiradi. Uyg'oqlikda ham, uyquda ham har qanday to'g'risidagi tushlar hosil qiluvchi, ko'rsatuvchi qobiliyatiga ega hisoblanishadi. Parapsixologiya ruhiyotshunoslik fani deyilganda videozapis 10. Parapsixologiya ruhiyotshunoslik fani deyilganda insonlar, erkak va ayol jismoniy shaxslar shaxsiy imzoga ega, o'ziga xos tug'ma, ruhiyat, aql, o'y-fikrlar, shaxsiy munosabatlar, davlat bilan bo'lgan munosabatlar, xarakter va boshqa har xil yuqorida yozilgandek insoniy xususiyatlar egalari, guvohlar, jabrlanuvchi tomonlarni kallasini, miyasini ichida ikki xil ruhiyat, ikki xil aql, ikki xil xarakter, ikki xil munosabat, ikki xil psixologiya, ikki xil qobiliyat va boshqa har xil ikki xil xususiyatlar, ikki xil guvoh, ikki xil tomon bo'lib qoladi. Birinchisi, insonlar, erkak va ayol jismoniy shaxslar, jabrlanuvchilar, guvohlarni tomonlarni o'zlarini shaxsiy tug'ma, o'ziga xos ruhiyati, aqli, o'y-fikrlari, har qanday munosabatlari, xususiyatlari, psixologiyasi hisoblanadi. Ikkinchisi, jinlar, ikkinchi ruhiyatlar, aql egalari, tomonlar, vijdonsiz anonim yolg'onchi guvohlar, tuhmatchi, adashtiruvchi, qotil, har xil jinoyatchi, aybdorlar, jabrlovchi, javobgar, abadiy yashovchi, xudosiz, dinsiz hisoblanadiganlarni munosabatlari, gipnozchilik qobiliyati va boshqa har qanday xususiyatlari psixologiyasi hisoblanadi. Shu sababli bu holat parapsixologiya ruhiyotshunoslik fani deyiladi. Islom dini markazi Saudiya Arabistoni davlatini yuridik fanlarida konstitutsiyasida qonun chiqarilgan. Kimki insonlar, jismoniy shaxslar, jinlar, ikkinchi ruhiyatlar, aql egalari, vijdonsiz anonim yolg'onchi guvohlar tomonlar bilan fol ko'rishlik, parapsixologiya ruhiyotshunoslik fani qonuni bilan shug'ullansa, amalga oshirsa, hal qilishlar, harakatlarni, amaliyotlarni, guvohliklarni qilsa, o'lim jazosiga hukm qilinadi. Sababi o'ta og'ir jinoyatchilik, zarar kunandalik, dushmanlik umumjahon davlatlariga, jamiyatlariga va O'zbekiston Respublikasi davlatiga, jamiyatiga, hukumatlariga, vatanga, insoniyatni qonuniy manfaatlariga, yuridik fanlariga, konstitutsiyaviy tuzumga zid zarar, dushmanlik, qarshi faoliyat turlari, hal qilishlar, harakatlar, amaliyotlar, guvohliklar hisoblanadi. Qo'shimcha to'liq asoslangan tasdiqlanuvchi buyruqlar, hukmlar, qonunlar talabiga javob beruvchi ilmiy ma'lumotlarni, o'quv qo'llanma darsliklarni, yo'riqnomalarni, tushunchalarni Erkinali Yulchiyevni YouTube'dagi, Telegram'dagi kanalidan olishingiz mumkin. Kanalni to'g'ri topish uchun yozma shaklda ko'rsataman. Yaxshi aytishsa.
Shu kanalda yozuvlar yaxshi tushsa. To'liq asoslangan ma'lumotlar shunda.